Assalomu alaykum hurmatli obunachilar, YouTube chorva ishqibozlari va bizni muntazam kuzatib boruvchi aziz muxlislar. Biz bugun Qo'qon Optim qo'y bozoriga kelganmiz. 11-avgust hafta kuniga seshanba akalar. Xudo xolasa Qo'qon Optim qo'y bozoriga kelganmiz. Qo'chqor soliq aralashiga narxlar haqida to'liq ma'lumot bergan harakat qilamiz. Xudo xolasa bu yerda Qashqadaryo, Surxondaryo, Jizzax, Zomon qo'ylari va Tojikiston, Qirg'iziston qo'ylari ham bo'lishi kerak. Xudo xolasa qo'ldan kelgancha tanishtirib boraveramiz. Biz boshlarga kelib video avvalida bittadan like bosib, obuna bo'lib ketishingizdan chiqmasin. Kanalda yangilar bizni yo'qotib qo'ymaslik uchun obuna tugmasini bosib qo'yinglar. Qo'chqorlar 70 kilo, 65, 60 kilolik qo'chqorlar. Ular 60 dan 70 gacha tirik vaznda chiqadi. Aka nech puldan aka? Qormanglar. 6,5 dan aytilishi. Qayt qo'ylar xudo xolasa. Qirg'iziston. Xo'p, Qirg'iziston qo'ylari 6,5 milliondan narx aytilyapti. Sotilishi nech bilan sotilyapti endi? Qo'lga tegadi ya'ni. Oltin tepasida. Oltin tepasi. Savdo qilgan qo'ylar ham bor. Xo'p, oltin yonib yerda bitadi. Boqma xudo xolasa ichida bir pichoqqa yaraydigan so'yadigan ham bor. Aksariyati boqma qo'chqorlar. Bir joyga bo'ladigan bo'lsa 6 milliondan bitadi deyishyapti. Qo'ylari 70 dan 80 gacha. Orada bitta 70ligi bor. Aksariyati 75-80 santimetrgacha qo'chqorlar bor. Xudo xolasa buning ichida ikki tishlar bular. Kichik qo'zi, kichik. Qo'zidan ikki tishga endi chiqib turgan qo'chqorlar. Eng oldi ikki tishga chiqqan, qolgani aksariyati xudo xolasa qo'zi deyishyapti. Qo'zi tishda sog'ligi yeb ichishi joyida o'zi. Hamma yo'g'i aytib turibdi, burni oqqani, bir yarasi, qo'tiri bunaqa narsasi yo'q xudo xolasa. Hamma yo'g'i yeb ichishiga garantiyasini berishadi. Bir hafta bemalol sinab olishaveradi. Bir hafta bemalol sinab olinaveradi. 6,5 dan narx aytilyapti. Optim ko'proq olinadigan bo'lsa 6 millionni yonverida bitadi. Kelishgan holda dastlabkasi ham bor. Pichoqqa yaraydigan to'y marosimlarga bundan kattasi ham tayyor yemlangan variantlardan ham bor deyishyapti. Bo'ldi. Bitta nomer ayting endi. 986 0505 ga aloqaga chiqaverasizlar. Kelib qo'chqorlar ma'qul kelgan bo'lsa, xullas mana shu holatda uzoqroqdan olib ko'rsatyapmiz. Qo'chqorni bor bo'ybasti ko'rinadi agar o'zingizda bo'ladigan bo'lsa yoki bozorga chiqmagan holatda ham xuddi siz qanaqa ko'radigan bo'lsangiz video ham xuddi shunaqa olinyapti. Uzoqdan olinishi bilan mana shu holatda olinishini farqi bor akalar. Shu o'zingiz ko'radigan holatda video olinyapti. Boqma maydaroq qo'chqorlar. Hozirgilarga nisbatan maydaroq 7 oy, 8 oylik qo'chqorchalar ekanda xullas. Bari qo'chqor bo'ylari 65-70 santimetrda. Tirik vazn ham 40-50 kiloni atrofida bo'lsa kerak. Men bilmadim, egasi borini hozir narxini bir qator so'rab ketaveramiz. Qizig'ida mayda savdosi bo'lyapti bular. Qashqadaryoning qo'ylari. Har bozor chetda bo'lishadi. Hozir bir qator yana narxlarini ham so'raymiz. Xudo xolasa 7 millionni yonverida bitadi deyishyapti. Xo'p. Hozir bilamiz endi qo'ylarda xullas sarig'idan qorasidan aralashiga mayda savdosi bo'lib turibdi. Xudo xolasa savdosi bitib qolsa, uni ham ko'rsatamiz, bo'lmasa narxlarni bir qator so'raveramiz. Aka nech puldan nech pulgacha bu yerda qo'chqor? Aka optimiga 7,5 dan kam bor akajon. Xo'p, bir joyga 7,5 dan kami bor. 7,5 deyapti. Tanlab olish. Tanlab olish 8 dan deyapti. Tanlab olish 8 dan, ichida kattaroqlari bo'ladigan bo'lsa 8 milliondan kami bor. Taroziga ham 88 mingdan qo'yib berishaverar ekan tirik vaznga. Taroziga 88 dan. Xohlasa bo'ybastlari baland, lekin bo'ybastlari baland 80 plyusda 85 ligi ham bor. Har xil variantlaridan bor bular. Mayda yetuk bo'g'oz deydimi? Xudo xolasa qorinlari ham, yelinlari ham bilinib qolgan bo'g'ozlar. Buni egasi yo'q shekilli. Hozir egasi bo'ladigan bo'lsa, narxini so'raymiz. Ko'p qo'ylarda hozircha egalari hali chiqmabdi. Buni bir qator egasi borini narxini so'rab ketaveramiz. Mana shuni 7 million 200 qilishyapti ekan, berishmayapti. Mana shu qo'chqor. Qashqadaryo qo'chqorlari, Qashqadaryo. Akamiz har bozor chetda bo'ladi, qo'chqorlar. Aka nech pulligidan bugun? Bular Assalomu alaykum, hormaylar. 5,5 milliondan aka 5,5ligi bor 20 dona. Xo'p,
7 ta bor 6ligi, Aha. 2 ta bor 7,5lik qo'chqor. 7,5ligi. Mana Xo'p, mana bu 7,5. kattalari mana shular 7,5lik. Bitta bor. O, narigi eng kattasi turibdi, juni o'sgan. Ikkitasi 7,5. Aksariyati mana ular boqma hisobida ketaveradi. Shunaqa 7 bor. Ular nechi pul endi qo'lga tegadigan mana shu? 5,5 dan 20 ta bo'lari 5,5 ta. Xo'p, bo'lari 5,5 dan. Mana shular. Ana shular. Mana shular juni olingan tayyor o'zi bir xil pakaleniya bo'lib turibdi. Mana shular 5,5 milliondan bo'lari deyishyapti. Endi yana telefon qiladigan bo'lsangiz 1-200 ming xayrini kamini qilib berishaveradi. Baribir bu aytilib turgan narxi. Mana ularmi, nargisimi? Bunisi. Xullas mana shu qo'chqorchalar xudo xolasa. Bitta nomer aytib qo'ying, keyin ularni ko'rsatamiz. 99 265 0114 ga aloqaga chiqaverasizda. Qo'chqorlar bo'yicha boqmasi ham bor, ehson bobi ham bor. Xullas har xil variantlaridan bor. Ma'qul kelgani bo'yicha telefon qilaverasiz. Ko'ring, sorilar aka, boqishga nimaga tayyor. Mana shular. Qo'zidan chiqqan shu boqmaga o'tib qolgan bular ham. 8 oy. Hop. Narxi qiziq. Buni 47 qilib beraman. 47 sal baland emasmi? Ichida maydalari ham bor-ku. Bitta narsa. Mana bu ham qo'zi, ha? Videoga olyapsan. Ana qo'zilarni bir videoga olib kel. Bu ham qo'zi. Oling. Videoda farqi bilinadi. Bu ham qo'zi. Ya katta kichiklikda farqi bor. Endi bunda ham bitta ikkita maydasi bor-da. 4,5 ham deyvering. Sorida. Tegari, yo'q, qo'lga tegari 4,5 deyvering. Siz ham oshcha muammo qilishmaydi telefon Joyga qilib. olsa beraman. Bir joyga. Hammasi bir joyga ketadigan bo'lsa 4,5 dan ketadi. Mana shu mana uzoqroqdan ham olib to'liq bo'ybasini ko'rsatib beryapman. Bo'ylari 65-70 ligi ham bor, tikda 75 ligi ham bor. 6-7 oylik qo'zi qo'chqorchalar xudo xolasa boqma holatda. Bundan oldingi hozir so'ragan nomerga aloqaga chiqaverasizlar. Qo'qon Optim qo'y bozorida turibdi. Qo'qon Optim qo'y bozorida turibdi akalar. Qashqadaryoning qo'zilari. Bu qo'chqorchalar, qo'zi qo'chqorchalar 4 milliondan kam bor ekan. 4 milliondan kami bor, ariqroq variantlaridan. Lekin hammasi qo'chqor. Hammasi qo'chqor, bo'ylari 60 plus minusda xullas. 60 plus minusdagi qo'chqorchalar. Bu yerda oldi bolalashni ham boshlabdi. Aksariyati bo'g'oz ham shekilli. Mana bir hafta 10 kunlik qo'zilardan ham bor. Yana bolalar emib turibdi. Onalari ham shu 6 tish, 4 tish, 8 tish holatda. Bari qo'zilab ketibdi-yu. Xullas yana bitta savol qo'y boqib yurganlarga, shu yozda tug'ilgan qo'ylar deydi, qo'zichoqlarda ko'pida aylanma kasal bo'ladi deydi boyaga. Jin o'q qoladi-yu, aylanma. Shunaqasi bo'ladi deydi. Bu qanchalik to'g'ri akalar? Yozda tug'ilsa shunaqa bo'ladimi yoki u gapmi? Xo'p. Aka nech puldan aka? Yana bolalar? Bunda bo'ladi 7,5 dan kam bor. 7,5 dan. Xo'p, qolgani bo'g'ochligilar tug'magani. Avval to'qli bolalar 7-8 oy to'qli bo'ladi. Aha. To'qlilar To'qlilar 4,5 dan kami bor. Ena bolalar 7,5 dan kam bor deysiz. 7,5 milliondan kami bor deyilyapti. Mana shular bolalari xudo xolasa qo'chqor so'g'liq aralashidan. Hammasi har xil 7,5 milliondan narx aytilyapti. Ena bolalarga. Onalari lekin 6 tish, 8 tish katta qo'ylar. Bunaqa yoshi yo'q. Mana shular yosh bo'lib turganlar to'qli deyishyapti. Bunisidan tashqari mana o'z yelini yo'qlar to'qli ekan. Mana shu holatda xullas. Yana bolalarga bitta nomer aytib qo'ying. 94lik. 94 340 340 51 51 57. 57. Kelishtirib beraman. 57 ga aloqaga chiqaverasizlar. Yo'lida qilib kelishtirib beramiz deyishyapti. Ma'qul keladigan bo'lsa telefon qilsangiz narxini ancha tushib berishaveradi. Bu narxlar aytilib turgan narxlar, bular qolaveradi aytilishida. Lekin sotilishi umuman boshqa narxlar. Qo'zilar 4,5 oy, 5 oylik qo'zilar. Aka narx nech pul ekan bularda? 5 dan. 5 dan kami bor deyilyapti. Sarig'idan, oqidan, qorasidan aralashiga 5 million so'mdan kami bor deyilyapti. Buni endi bitta o'zingiz taqqoslab ko'raverasiz oldingi videolarga. Boshqa bozor yoki Qirg'iziston bozorlariga bitta taqqoslab ko'raverasiz aka. O'zingiz bu yog'i o'zi Jizzax zomini qo'ylarga o'tib ketdi. Bitta ham katta semiz qo'chqorlari qimmatroq, boqmalari arzonroq, har xil variantlaridan. Xullas savdosi bo'lyapti hozir. Savdosi bo'lyapti.
Yurak bag'rimda ezib yuboraman deyishyapti. Hemen iki. Ya kaçtan koyacağım mı? Ulan kaçtan? Korginam yok mu? Doğru kelmaydi. Ben o'zim qo'shdim. Qo'y. Necha puldan qo'chqorchalar? Bozorda ko'ring. Aka? 5,5 deyapti. 5,5dan. Bu qatori ham 5,5dan. Xo'p, 5,5dan narx aytilyapti. Boqma qo'chqorchalar. Lekin dumbalari ham tik dumba. Chiroyli qo'chqorlar ekan, lekin bor. Yullarini ham bir tekisda olib qo'yishibdi. 5,5 milliondan kami bor deyilyapti. 5,5 dan kami bor, endi qo'lga teyarini aytamiz. Bular qo'lga teyari qancha? 5 ga qo'shasiz ozmos. 5 ta Ustiga chiqasa. ustida. Endi mana qator ustida, mana qator lekin pastida. Ha, bu yerdan. Ha? Xo'p, mana qatorni bitta ko'rsatamiz, bu qatorni 5 ta o'tib beramiz deyishyapti. Lekin unaqa bir dumbasi osilib ketgan, boqsangiz qo'shmaydigan qo'chqorlar emas. Bozorning eng oldi qo'chqorlardan bo'lib turibdi. Uzunligi ham, gazi ham yaxshi ekan, lekin sog'ligi, yeb ichishga joyida. Bir hafta 10 kunga bemalol sinab olaverasiz. Bu yog'i 5 millionning ustida, bu qator 5 millionning tagida narx aytilyapti. Xo'p, bitta nomer ayting endi. 93 303 82 63 ga aloqaga chiqaverasizlar akalar. Mana shu qo'chqorlar hozir bozorda turibdi. Bitta o'zingiz boshqa bozor narxlarini bir qator taqqoslab olasizlar, lekin men shularni bemalol boqqanni tavsiya qilaman. Faqat narxi ma'qul keladigan bo'lsa yoki narxini kelishib qolsalaring bo'ldi, lekin qo'chqorlar yaxshi. Savdo bo'lib turgan joyidan 4 million 300 ming so'rayapti. 4 million 300 ming so'rayapti. Mana shu qo'chqor berishga yo'q. 4 million 300 ming so'mga berilmayapti. Ichidan tanlab olaman deyapti. 4 million 343. Berilgani yo'q lekin. Mana shu qo'chqorlar xudo xolasa 5 dan narx aytilyapti lekin. Bularga ham 5 milliondan narx aytilyapti. 4 million 300 dan berilmadi akalar. Bitta yana kattaroq semizroq qo'chqorlardan. Necha pul narx aytilyapti? 5 million 300. 35 kilodan tepa go'shi. 40 kilo qilmaydi, ama? Yo'q, 40 ga bormaydi. 40 ga bormaydi. 40 ga bormaydi. Necha pul aytyapsiz? 58 baland. O'z narx 54. 100 ming qo'shing. Berasizmi? Yo'q. Yo'q, 300 ga bermaydi-da, ama bekor vaqt o'tadi. 54 ga bering. 5 million 300 ga bermaydi baribir. 5 million 400 ga beradi ama. 5 million 400 ga berib yuboradi. 5,5 qimmat. 5,5 qimmat. 5,5 qilmang. 54 qing beradi. 54 qing beradi. 5,5 qimmat ama, 5,5 qimmat. 54 ga xudo xolasa hozir bijon bitta pauza qilib barakani qilamiz endi. Oldini ham bitta ko'tarib ko'ring. 36-37 kilo go'shi bor xudo xolasa. Qo'lni qo'yib yubormasam bitiring endi. Qancha bo'ldi? Qancha qildingiz? Bo'ldi, boshqa qo'shmang endi. Beradi. Qo'lini siltang beradi. Yo, 55 qimmat. Bering o'zi endi birinchi savdo bo'lyapti bozorda. 5 million 400 ga xudo xolasa baraka bo'ladigan nimasi bor. 5 million 400 mingga xudo xolasa bor. Elli yetti deyapti. Yo'q. Xullas buni barakasiga qaytamiz hali. Buni barakasiga qaytamiz. Orada oshib bo'ladigan bo'lsa, otishni oladi. Mushkoda endi. Xo'p. Necha pul qildingiz hoji buva? Necha pul qildingiz? 44. 44 ga chiqdimi? Nechtasi? 9 tasi. Xo'p, 9 tasi 4 million 400 mingdan. İçidan 9 tasi. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ta. Eng chekkada bittasi qolar ekan. Mana shu 9 ta qo'chqor 4 million 400 mingdan so'rashyapti. Berishgani yo'q.
Xo'p, 70 plus minusda qo'ylari. Dalshi boqsangiz ham bo'ladi, pichoqqa ham yaraveradi. Yengil, kichikroq marosimlarda bemalol o'tkazadi. Xo'p, 4.400.000 mingdan berishmayapti. Biz aytgandan 50 ming so'm qimmatiga 5.450 ga xudo xolasa baraka bo'ldi. 5.450 ga etvoshi sog'ligi joyida xudo xolasa aqiqaga olishibdi. Barakasini bersin. 5.450 bitta qo'zilar 5 oylik plus minus bo'stonliqda qo'zilar xudo xolasa. Xo'p, qaranglar. 5 oy plus minusda qo'chqorlar narxlari. Xo'p, Bir joyga kreditdan tushib beraman. kreditdan 4.5 ham deyveraylik. 4.5. Xullas 4.5 dan bir joyga xudo xolasa tanlab olgani ichidan 5 milliondan tanlab olsangiz bo'laveradi. Bir joyga 4.5 million so'mdan ketdi xudo xolasa. 4.5 dan ketdi. Sog'ligi yeb ichishi joyida. Bir nima deydi, yo'talgani, burnoqqani yo'q ekan xudo xolasa. Sog'liqlari joyida. Hammasini quloqlari butun bo'lib turibdi. Xullas rosa olib borib boqadigan variantda. Qo'zidan chiqib endi boqmaga qarab o'tyapti. Jullari oldi. Tog'dan tushdi. Xudo xolasa jullari ham mana to'kilishni boshlabdi. Charchog'i bor deyapti. Yo'l bosib kelgan, Toshkentdan kelgan baribir issiqdan. Bu issiqda hozir odam charchab qolyapti, qo'ylar ham charchagan baribir. Xudo xolasa. Bitta nomer ayting endi. 99 188 0027 ga aloqaga chiqaverasizlar akalar. 4.5 dan bir joyga 5 milliondan tanlab olishga. Xudo xolasa mana shu qo'chqor baraka bo'lish arafasida. Baraka bo'lish arafasida. Aka nech pulga chiqdi savdosi? Sotildi. 8 ga baraka bo'ldi. 8 million so'mga mana shu sariq qo'chqorimiz baraka bo'libdi. Semizligi ham zo'r ekan xudo xolasa. Baraka topadigan qo'chqor ekan. 8 ga yaxshi. Bular ham bor ekan mana. Bular ham sizlarga qaraydi-a? 5 ta. Bular ham 5 dan kami bor. 5 dan oz-moz kami bor. Bo'ylari 70-75 plusda xudo xolasa. 75 plus olsangiz ham bo'laveradi, minus olsangiz ham bo'laveradi. Ichkarida sal maydaroqlari. 70 plus minusda bu ham. Qo'chqor. Hammasi qo'chqor, xudo xolasa. Boqma, borib yemga tashlasangiz ham bo'laveradi, ko'kotga chiqarsangiz ham bo'ladi. Hammasi 5 dan kami bor. Xo'p, 4.5 bilan 5 ta o'rtasidagi qo'chqorchalar. Xudo xolasa 5 dan baland yo'q, faqat 5 dan past narxda ketaveradi. Jullarini tayyor qilib olib, parvarishini qilib qo'yishibdi. Yana ko'proq oladigan bo'lsangiz, tanlasangiz bemalol kelishsa bo'ladi. Xullas akalar bilan Donaga 5 ta. bemalol kelishsangiz bo'ladi. Bitta, ikkita olib ichidan tanlab oladigan bo'lsangiz 5 milliondan ketaverar ekan. Mana shu qo'chqorchalar xudo xolasa. Xo'p. Bitta so'liqlar bor ekan. So'liqlar. Nech pulaga endi bular? Mana shu so'liqlar xudo xolasa. Qanchaga berasan bo'pti degan. Aka nech puldan ekan bular? Sizlarda emasmi? So'liqlar. So'liqda egalari yo'q ekan. Tojikiston parvoda, Tojikiston so'liqlari xudo xolasa. Bir joyga 8 dan kami bor. Bular bo'g'ozmasa yo gumondami? Yo'q, boladan ajragan. Boladan ajragan hammasi. Bo'ylari 2 tish. Xudo xolasa qo'ylar 2 tish, bo'ylari 75 dan 85 gacha qo'ylar bor. Bular 85 dan baland ham bo'lsa kerak. Mana shu. Mana bitta ichida bolasi bor, yana bola ekan. Bolasi yonidagi bittasi xullas onasi qisqasi. Bitta ichida shu qo'chqorcha bor, qo'zi qo'chqorcha bor mana. So'loda xudo xolasa videoda qanaqa ko'rinyapti bilmadim. 2 tishda lekin. Bashara katta ko'ringani bilan lekin yosh qo'ylar ekan. Suyagi kattaligi hisobiga siz aytganda kallalari katta. 6 tish so'liq qo'shib ketgan. Katta qo'y ekan, lekin qo'zi 2 tishga endi chiqdi, hali to'liq to'ldirgani ham yo'q. Bundan oldingi ko'rganim jullari o'zi to'laydigan variantidan. Bu ham 2 tishda. Bu 2 tishga to'liq to'ldiribdi. Bu ham 2 tish ekan, Bularni men 6 tishni bo'ylabman. Kattaligiga, kallasiga qarab turib 6 tish so'liq deganlarim 2 tish ekan. Pashti hammasi va shu bittasi sarig'i qo'chqorcha. Bular 8 dan kami bor deyilyapti. Bunisi ena bola. Mana shu ichida mana shu bolasi. Yonidagisi enasi ekan, bu bolasi. Qo'zini ham zo'r beribdi. Qo'zi ham o'zi to'laydigan variant ekanda. Xo'p. Bitta nomer aytib qo'ying endi bularga. Bularni baribir joyga bo'lsa, aka.
Ko'zidan tashqari aka. So'liqlar o'zi. Soliqlar o'zi 8 milliondan kam bor. 8 dan kami bor. 7,5 bilan 8 ni o'rtasida u yog'i kelishingizga qarab turib, bir qo'ra olaman deydigan bo'lsangiz, kelishtirib berishaveradi. Bular ham jar trap savdoni o'ldirmaydi. Xullas, telefon qilsangiz bo'ldi, qo'y sotib qo'yishadi. Nomer ayting endi bitta. 88 209 97 92 25 ga aloqaga chiqaverasizlar. Kelar so'liqlar lekin katta. Xohlasa ikki tish. Qaysi biri endi? Ikki tisha, xohlasa bitta zotga qo'chqor bor deyishyapti, uni ham ko'rsatamiz hozir. Qo'chqor, xudo xohlasa urug' bob 90 plyusda bo'ylari ham, 1 metrga boradi. 1 metrga borib ham qoladi deyishyapti. Men o'zim ko'rayotganim 96-97 shekilli. Metrga borib ham qolishi mumkin, lekin hali to'liq o'lchaganimiz yo'q. Quloqlari butun, xudo xohlasa garbonasi hamma yo'g'i joyida, ikki tish qo'chqor. Xo'p, kassaylari hamma yo'g'i o'ziga yarashib kelishib turibdi. Uzunligi metr yo'q, xudo xohlasa. Ha, hozirgi qo'zini otasi ekan. Hozirgi qo'zini otasi. Narxi necha pul aytamiz? Narxi 20 million kami bor. 20 million kami bor. Xo'p, 20 kami bor deyilyapti. Kelishtirib berishadi. Bemalol telefon qilib qo'chqor ma'qul keladigan bo'lsa, aloqaga chiqaverasizlar. Bu narx aytilishi. Kerak bo'lsa, aka. Aha. 50 ta qo'chqorim bor, nasl. 50 ta. Ha, naslga boqilgan. Xo'p, urug'bob videoga chiqmagan qo'chqorlardan 50 ta bor deyishyapti. Bemalol aloqaga chiqaverasizlar. Hozir nomerni yana boshqatdan olamiz, xudo xohlasa. Nomer bitta ayting endi, yana boshqatdan. 88 209 92 ga aloqaga chiqaversa, sog'liqlar, qo'chqorlar bo'yicha xudo xohlasa baridan bor. Manzil? Qo'qon shahri Dang'ara tumanida. Xo'p, Dang'arada. Manzilimiz Dang'arada bo'ladi. Aloqaga chiqaverasizlar bemalol. Hojibon necha puldan ekan qo'chqorlar? 2 sariq Rustam aka, 3 ta sariqni sariq. so'rashyapti hozir. 9 dan. 9 milliondan kami bor deyilyapti. Mana shu sariq 3 tasi. Mana kelar, mana shu qo'chqorlarni 9 milliondan narx aytilyapti sariqlar. Yana dalshi boqadigan boqma. 150-200 kiloga qarab ketadi bular, aniq. Chunki gazi, suylari uzun, oyoqlari ham hali butun, xudo xohlasa. 150 kiloni ustida bo'ladigan qo'chqorlar ekanda. 9 milliondan narx aytilyapti mana shularga. Qo'chqorchalar, boqma qo'chqorchalar qo'zidan o'sha boqmaga o'tgan. Xudo xohlasa. Nech puldan aytilyapti aka? 7 dan? 7 milliondan aytilyaptimi? 7 milliondan narx aytilyapti ekan. Bular jonivorlar qarang. 7 million. Boqib nech puldan sotiladi bular? Kechirasizlar, nomerni ola olmaymiz. To'g'risi nomer olmay qo'yamiz. 7 milliondan narx aytilyapti. Nomer olish keragi yo'q. 3 million 450 mingdan deyishyapti. Qaysi birini savdosi bo'lyapti bilmadim. 34,5. Qaysi biri baraka bo'ldi? Ana o'sha akam oldilar, o'sha tash akam oldilar. Hozir ko'ramiz hozir. Qayerda endi qo'ylar ko'rsatib qo'ylik. Voy, vo. Salqinga kelib baraka qilibsizlar-da. Bo'ldi. Bular narxini so'raymiz endi. Bular ham 7 million deydigan bo'lsa, nomer olmay qo'yamiz. Xuddi mana shunaqalarda 7 million narx aytayapti. Hozir u sotib nech pulga sotadi endi uni bilmadik endi. Aka, qo'chqorlar nech pul? 5,5 dan. Mana bo'lar ekan 5,5 milliondan narx aytilyapti. Bo'ylari 70 plus minusda. Qo'zidan chiqqan, bular ham boqmaga o'tgan qo'chqorlar. Xohlasa yaxshi qo'chqorlar ekan, lekin bu yerda so'liqlar bor ekan. So'liqlar ko'rsatamiz. 2 tish, 4 tish, 6 tish bo'lsa kerak. Aka, nech puldan? Nech puldan ekan bular? So'liqlar. 9 dan. Gumonda. Bo'g'oz emasligi gumonda. Ichida yurgan, qo'chqor ichida yurgan. Xo'p, qo'chqor ichida yurgan 9 milliondan narx aytilyapti akalar. So'liqlar. 2 tishdan 6 tishgacha bular? Aksariyat 4 tish. Aksariyat 4 tish so'liqlar. Mana shu holatda 9 milliondan narx aytilyapti. Ichida bo'g'oz bo'lishi ham mumkin. Bo'g'oz bo'lmasdan qisir bo'lishi ham mumkin gumonda. Ichida qo'chqor yurgan
Navodoga yana bitta qo'chqor qo'shib qo'yganingiz yaxshi, o'zingiz aldanmaysiz. Agar bo'g'oz bo'lmaydigan bo'lsa 5 oy 5,5 oy kutishingizni keragi yo'q. Bitta qo'chqor qo'shib qo'ysa ziyoni yo'q. Xo'p. Bitta nomer ayting endi. 77 078 7905 ga aloqaga chiqaverasizlar. 9 milliondan aytilishi, to'g'risi 8 yanvarda bitadi. Shunaqa? Kelishamiz aka, holatga qarab. Xo'p. Katta kichikligiga qarab kelishilinadi. Bemalol aloqaga chiqaverasizlar. Qo'y ma'qul kelsa, narxlarni bir qator solishtirib, surishtirib ko'raverasiz. Xullas, bozorda shunaqa gaplar akalar. Bugungi videomiz Qo'qon Optum qo'y bozoridan bo'ldi. Video manfaatli, ma'qul kelgan bo'lsa, bittadan like bosib, obuna bo'lib ketish esdan chiqmasin. Kanalda yangilar bizni nima deydi, bizni yo'qotib qo'ymaslik uchun bittadan like bosib, obuna bo'lib keting. Xohlasa qo'y mollarni eng arzon joylaridan qo'yishga harakat qilamiz. Xohlasa Qirg'iziston bozor va O'zbekiston o'zimizning ichki bozorlardan ham narxlarni qo'yib yoritib beramiz sizlarga. Hammaga rahmat. Hamma chorvasiga Allohim baraka bersin.